Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda sizlar bilan user management va permissionlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, darsimizni boshlashdan oldin sizlarga bitta veb-sayt haqida aytib beraman. Hozir shu veb-sayt orqali sizlar bilan darsimizni davom ettiramiz. Bu linuxjourney.com. Bu sayt Linuxda o'rganayotganlar uchun juda ham zo'r vosita bo'lib ishlab beradi. Juda ham zo'r resurs hisoblanadi. Bu saytda linkini video ostida ham qoldiraman. Xo'p, biz user management ko'ramiz, chunki bugun shundan boshlaymiz. Xo'p, user and groups. Xo'p, bu veb-saytdagi ma'lumotlarda to'liq sizlar o'qib chiqishinglarni tavsiya qilaman, chunki yaxshiroq tushunish uchun men hozir kerakli joylarini tushuntirib beraman. Chunki o'zinglar resurs qilib, tadqiqot qilib, o'zinglar keyinchalik ham o'rganishinglar uchun bu muhim. O'zinglar bir qator o'qib chiqib, hammasi bilan tanishib, dokumentatsiyani o'qishni o'rganishinglar kerak bu. Xo'p, har bitta operatsion tizimda, traditional operatsion tizimda uni userlari, foydalanuvchilari hamda groups, ya'ni guruhlari bo'ladi. Xo'p, endi groupslar, ya'ni guruhlar nimaga kerak desanglar, xo'p, Linuxda qaranglar, bitta Linux hamda bitta server sifatida ham ishlatishimiz mumkin Linux kernelda. Hozir biz bitta foydalanuvchi sifatida ko'rib chiqyapmiz, o'zi foydalanuvchilar ko'p bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu kerak bo'ladi. Biz bu tizimda faqat bitta foydalanuvchi sifatida ishlatyapmiz. Biz hozir bitta foydalanuvchi sifatida ishlatyapmiz, lekin o'zi foydalanuvchilar ko'p bo'lishi mumkin. Shunda groupsda, ya'ni guruhlarda userlarda ma'lumotlari, parollari qayerda saqlanishini hozir ko'ramiz shu orqali. Va uni groupslari qanaqa bo'ladi? Mana shularni biz ko'rishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz ikkita fayllarni ko'rib chiqishimiz kerak. Bular etc password va etc shadow. Mana bularni o'qib chiqishinglarga tavsiya qilaman, yaxshiroq tushunishinglar uchun. Boya aytib o'tganimdek, sizlar o'zinglar kurs tugagandan keyin ham, ya'ni self study qilganinglarda yangi narsalar chiqqanda o'zinglar o'rganishinglar kerak. Shuning uchun bu muhim. Hammasini o'qib hozir men tushuntirib bermayapman. Keraklisini ko'rib chiqyapman. To'lig'ini o'zinglarga qoldiryapman shu sababdan. Kelinglar, hozir biz etc passwordni ko'rib chiqamiz hozir. Xo'p, bu yerda aytayapti, Linuxda usernameslar bu odam o'qisa tushunadigan yorliqlar, ammo tizim foydalanuvchilari unique user ID'lar orqali aniqlaydi. Usernames va unique user ID'lar o'rtasidagi moslikni etc password faylida saqlanadi. Bu foydalanuvchilarni boshqarishning eng muhim komponentlaridan biri. Xo'p, biz endi buni ko'rishimiz uchun bu buyruqni yozishimiz kerak, ya'ni cat etc password. Xo'p, endi buni ko'radigan bo'lsak, qaranglar. Bu yerda turli xil ma'lumotlar keltirilgan. Biroz tepaga ko'tarsam, mana ko'rishinglar mumkin. root x00 root deb yozilgan. Bu yerda o'sha identifikatsiyalar, o'sha ma'lumotlar yozilgan. Mana qaranglar, bu yerda har xil ma'lumotlar yozilgan. Postgres'ga, Redis'ga, Debian, SNMP, misol uchun MySQL. Bu yerda o'sha hammasi ID'lari bilan saqlangan bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda har bitta qismi nimani anglatishini yozib ko'rsatgan. Mana misol uchun username, password. Xo'p, bu yerda nima deyapti desanglar, odatda foydalanuvchini passwordlari qayerda saqlanadi desanglar, bu yerda saqlanmaydi. Password etc passwordda emas, ya'ni etc shadow faylida saqlanadi. Xo'p, hozir sizlar bilan etc shadowni ham ko'rib o'tamiz. Xo'p, keyin mana bu yerda user ID'lar, group ID'lar hammasi o'sha sekin-sekin bir qator tushuntirilgan. Bularni o'qib chiqinglar. Mana bu yerda o'sha home directory'si ko'rsatilgan. Kali home bizda o'sha home directory. Xo'p, bu yerda demak o'sha ID'lar bilan keltirilgan. Xo'p, endi kelinglar, bu yerda cat qilamizda etc shadow deb yozamiz. Mana hozir bu yerda ko'rishinglar mumkin. Cat etc shadow permission denied deyapti, ya'ni kirish mumkin emas. Cat etc shadow o'qiganimizda bu yerda aniq bir foydalanuvchini ma'lumotlari bo'ladi. Xo'p, etc passwordni bu yoqda ko'rganimizda odatda bular servislar va root tepada mana ID'lar.
Xo'p, etc Shadow'da ko'radigan bo'lsak, bu yerda foydalanuvchilarda authentication informatsiyalari, ya'ni autentifikatsiya ma'lumotlari saqlanadi bunda. Xo'p, bu yerda mana permission denied deyapti. etc Shadow'ga kirishimiz uchun ruxsat yo'q. Ruxsat bo'lish uchun nima qilishimiz kerak desanglar, bu yerda sudo qilib rootga o'tib olishimiz kerak. Xo'p, bu yerda mana ko'rishinglar mumkin, foydalanuvchilarda, yuzerlarda odatda bu yerda foydalanuvchilar bo'ladi. Shu foydalanuvchilarda ma'lumotlari keltirilgan bo'ladi. Bu yerda mana rootnikini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bu 0 nima deydigan bo'lsanglar, hozir ko'ramiz buni ham. Mana pastroqga tushganimizda bu yerda ko'rishinglar mumkin, Kali, ya'ni foydalanuvchi bizda Kali. Mana bu yerda ko'rishinglar mumkin. Bu yerda keltirilgan o'sha parolimiz, ya'ni bu yerda heshlangan ko'rinishi. Xo'p, bu yerda mana 0 turibdi. Bu yerda nima desanglar, bu hech qancha o'zgartirilmadi degani bu parolni. Ya'ni umuman password o'zgartirilmadi, ya'ni parol o'zgartirilmadi degani. Xo'p, bu 99 nima desanglar, parolni ya'ni shuncha marta o'zgartirish mumkin, ya'ni 99999 marta. Xo'p, bu yoqdan bir marta o'zgartirsanglar, bu yerdan bitta kamayadi. Xo'p, mana bu yerda o'sha yili nazarda tutilyapti bu qismida. Ya'ni bu 1970-yil 1-yanvardan beri o'sha kunlar hisobida hisoblanadi. Bu o'sha passwordda o'zgartirilgan sanasi. Bu Oracle'da, ya'ni VirtualBox'da bo'lgani uchun hech qancha o'zgartirilmagan, shunga shunaqa qilyapti. Xo'p, demak tushunarligi, bu yerda har xil servislarda ma'lumotlari turgan bo'ladi. Xo'p, hozir qolganlarini ham ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Kelinglar, sizlar bilan passwordni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda statusda noto'g'ri ishlatib qo'ydim. Xo'p, password deymiz va status Kali deb yozamiz va enter tugmasini bosamiz. Xo'p, parolni biz to'g'ridan-to'g'ri o'zimiznikini shunaqa qilib ko'rishimiz mumkin. Xo'p, kelinglar, yana bittasi ham bor, shuni ham ishlatib ko'ramiz. Change-l Kali deb yozaman. Mana o'zim. Xo'p, mana bu yerda foydalanuvchini, ya'ni bizni ma'lumotlarimizni mana shu ko'rinishda chiqarib beradi. Last password change, ya'ni bizniki 2024-yil 27-mayda o'zgartirilgan ekan. Xo'p, bu yerda password expires, password inactive, account expires, minimum number of days between passwords change, ya'ni yuqorida tushuntirib berganlarimni shunaqa ko'rinishda chiqarib beryapti. Xo'p, kelinglar, hozir bu yerda user, ya'ni foydalanuvchi qanaqa qo'shishdi va uni o'chirib tashlashda ko'rib chiqamiz. Xo'p, kelinglar, o'zimiz bitta foydalanuvchi qo'shib ko'ramiz. Buning uchun user8 komandasi orqali baha degan foydalanuvchini qo'shaman. Xo'p, endi ket deb turib etc Shadow'ga kiradigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rishinglar mumkin, baha degan foydalanuvchi paydo bo'ldi, chunki biz buni qo'shgan edik hozirgina. Kelinglar, endi bu foydalanuvchiga parol berib ko'ramiz. Password deymizda baha deb yozib, bu yerga parolimizni kirgizamiz va enter tugmasini bosamiz. Xo'p, endi bu yerdan ket qilib turib etc Shadow qiladigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, baha degan foydalanuvchiga ham password kiritdik, heshlangan holatda ko'rsatib beryapti bu yerda. Endi bu foydalanuvchini o'chirib tashlash uchun user.del deymizda va baha deymiz. Bo'ldi, enter tugmasini bosamiz, shu bilan o'chib ketdi. Mana ko'rishinglar mumkin, endi bu yerda faqat Kali'ni o'zi qoldi. Baha degan foydalanuvchimiz o'chib ketdi. Xo'p, sizlar bilan user management degan mavzumizni ko'rib chiqdik. Shulardan iborat. Bu yerda etc guruh ham bor. Buni ko'rishinglar mumkin, o'qib chiqishinglar mumkin. Bu o'sha har xil guruhlarga ajratib bo'lib beradi. Xo'p, bizga o'sha etc guruh shu ma'lumotlarni chiqarib berdi. Biz asosiy sizlar bilan ko'rishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar etc password va etc shadow edi. Xo'p, endi sizlar bilan keyingi o'rganadigan mavzumiz bu file permissions. File permission nima desanglar? Xo'p, bu bitta faylni permissionlari, ya'ni ruxsatlari. Xo'p, har bir fayl o'sha har bir directory
ya'ni papkalar o'zini ruxsatlariga ega bo'ladi. Xo'p, misol uchun bitta faylni bitta user o'zgartira olmasligi mumkin. Ya'ni o'sha biror bir user o'sha ma'lumotlarni, fayldagi ma'lumotlarni o'zgartira olmasligi mumkin yoki uni ichiga kirib ocha olmasligi mumkin. Yoki bo'lmasa umuman o'qa olmasligi mumkin. Ya'ni o'qiy olmasligi mumkin. Buni har xil turlari bor. Endi shuni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Shularni qanaqa qilib o'zgartiriladi, qanaqa qilib ko'rishimiz mumkin? Hozir shuni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda birinchi ls qilib olamiz, keyin filesga kirib olamiz cd komandasi orqali. Shunda yaxshiroq tushuntirib bera olaman. Mana bu yerda ls qilganimda main.txt turibdi. Kelinglar hozir ls qilamiz. Xo'p, mana bu yerda ko'rishinglar mumkin. Fayllarni yozib bergan. dash ya'ni chiziqcha minus rw yana dash r yana minus o'sha dash r shunaqa qilib yozib bergan. Xo'p, yana bu yerda rw r qilib qo'ygan. Xo'p, bular nima desanglar, hozir shularni ko'rib chiqamiz. Xo'p, biz bu yerdan permissionsga kirib olamiz, permission mavzusiga. Xo'p, mana bu yerda mana bunaqa parametrlar bo'ladi, ya'ni o'sha directory'larda. Xo'p, bu yerda mana bunaqa parametrlar bo'ladi deyapti, fayllarda va directory'larda. Xo'p, bu yerda d, r, w, x, r, x va rx. Xo'p, qaranglar, bu yerda ajratilgan. Bu terminalda ajratilmagan. Ya'ni qisman ajratilgan, lekin bu yerda ko'rsatilgandek ajratilmagan. Xo'p, bu yerda d nima desanglar, bu directory. Xo'p, bu yerda mana bu yerda ko'radigan narsamiz. Bu yerda d turibdi, ya'ni bu yerda papka turibdi, ya'ni directory. Shunga shuni boshida d turibdi. Xo'p, mana bu yerda boshiga d qo'yilmagan. Bu yerda o'sha bu fayllar oddiy dash qo'yib qo'ygan bunga. Ya'ni bu oddiy fayl degani. Boshida d tursa directory, ya'ni fayl, d emas, dash yana chiziqcha turgan bo'lsa, bu oddiy fayl bo'ladi. Xo'p, birinchisida bu r turadigan, ya'ni r turadigan bo'lsa, read permission, ya'ni o'qisa bo'ladigan, w turgan bo'lsa, yozsa bo'ladigan, x turadigan bo'lsa, xo'p, x qiladigan bo'lsa, bu execute permission, ya'ni yozsa bo'ladigan, boshqarsa bo'ladigan degani. Bunaqa dash chiziqcha minus qo'yib qo'yadigan bo'lsa, no permission, ichida hech balo yo'q, o'sha ruxsat yo'q deganini bildiradi. Empty, ya'ni bo'sh bu. Xo'p, bu foydalanuvchilar uchun, bunisi guruhlar uchun, bunisi boshqalar, ya'ni other foydalanuvchilar uchun, boshqa foydalanuvchilar uchun. Xo'p, endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, modifying permissions. Xo'p, buni o'zgartirish uchun change modifying, ya'ni chmod komandasi orqali, bu komanda orqali o'zgartirishimiz mumkin. Kelinglar shuni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda mana aytyapti, u qilamizda, pills deb turib, x deb qo'yilgan. Biror bir o'sha permissionni berishimiz uchun shundan foydalanamiz. Bu yerda u nima degan desanglar, bu user, ya'ni foydalanuvchi. Agar biz g qiladigan bo'lsak, ya'ni g yozadigan bo'lsak, bu grup bo'ladi, ya'ni guruh. Mana bu yerda ug qilgan. Bu nima desanglar, bu user group bo'ladi. Bu ham userga, ham grupga permission, ya'ni ruxsat beradi. Bu yerda o'sha write permissionini ber deyapti, ya'ni yozish huquqini. Bu x qilgani, bu executable. Agar r qiladigan bo'lsa, r qo'yadigan bo'lsa, bu readable, ya'ni yozsa bo'ladi. Kelinglar, mana bularni biz o'zgartirishga harakat qilamiz. Xo'p, bu yerdan chiqamizda, exit qilib chiqib ketamiz. cd files qilib olaman. Ya'ni files papkasiga, ya'ni directoryga kirib olaman. ls qilamiz. Endi ls qilamizda ma'lumotlarni chiqarib olamiz. Hidden fayllarni ham. Xo'p, bu yerda touch dedimda, test.txt dedim. Txt fayl yaratmoqchi edim. Bu yerda permission denied deyapti. Xo'p, kelinglar, nano bilan ishlatib ko'ramiz. Bu yerda ham permission yo'q deyapti. Sudo bilan ishlatishing kerak deyapti bu yerda ham.
Xo'p, ls dash lh qilamiz. Kelinglar yaxshisi sudo orqali, root hook orqali qilamiz. Xo'p, ls qilamiz, keyin yana ls lh qilib hamma hidden fayllarni ma'lumotlarni chiqarib olamiz. Xo'p, kelinglar mana bu yerdagi ma'lumotlarni o'zgartirishga harakat qilib ko'ramiz. Misol uchun main.txt da ma'lumotlarni o'zgartirishga harakat qilamiz. Buning uchun nima qilamiz desanglar, change mode. Kelinglar, birinchi faqat usernikini qilaylik. U deymiz, plus. Xo'p, mana bu yerda ko'rishinglar mumkin rw bor, lekin x yo'q. Kelinglar, x ni qo'shamiz. Change mode u plus x main.txt qilib enter tugmasini bosamiz. Bu yerda hech narsa bo'lmadi. Kelinglar, ls orqali ko'rishimiz mumkin buni. Xo'p, mana bu yerda ko'rishinglar mumkin. Birinchidan main.txt da rangi ham o'zgarib qoldi. Bu yerda mana x yo'q edi, x qo'shilib qoldi bu yerga. Ya'ni foydalanuvchi executable qilishi mumkin. Ya'ni yurgizishi va boshqarishi mumkin buni. Xo'p, misol uchun kelinglar endi change mode qilamiz va user deymiz. Bu minus orqali biz ya'ni ayirib tashlaymiz. Pilsni qo'shgan edik-ku, minusni ayirib tashlaymiz. R deb turib main.txt qilsak, mana tekshirganimizda ls orqali bu yoqda readable deydi, ya'ni o'qishni olib tashladi. Xo'p, bu yerda cat deb turib main.txtni ko'rmoqchimiz, ya'ni o'qimoqchimiz. Bu yoqda ko'rsatib beryapti. Lekin biz exit qilib chiqamiz. Xo'p, endi kalida ham sinab ko'raylik. Bu yerda ls qilamiz. Main.txtni o'qimoqchimiz, cat qilamizda main.txt deymiz. Ko'rishinglar mumkin, bu yerda ham chiqarib beryapti. Xo'p, bu yerda ham chiqarib berdi. Xo'p, o'zi hammasini yo'q qilib qo'ysak, bu yerda chiqarib bermaydi. Xo'p, biz other usersni o'chirmadik, shunga bu yerda chiqarib beryapti. Xo'p, bu yerda biz sudo qilamiz. ls dash lh qilib olamiz. Xo'p, endi bu yerda biz change mode qilamiz, ya'ni u others bo'ladi. Minus qilamizda r deb main.txt qilamiz. Bu yerda o'chib ketdi. Kelinglar yaxshisi. Xo'p, bu yerda biz change mode qilamiz. Ya'ni others bo'ladi shunda. Minus qilamizda r deb turib main.txt qilamiz. ls lh orqali tekshiramiz, o'chib ketdi. Kelinglar, yaxshisi hammasini birma-bir o'chirib chiqamiz. Kelinglar, hammasini o'sha minus qilib tashlashimiz mumkin buning uchun. Xo'p, bu yerda change mode user minus w main.txt. Xo'p, change mode user minus x main.txt. Xo'p, kelinglar endi lh orqali tekshiramiz. Bu yerda ko'rishinglar mumkin, faqat r turdi. R turibdi, ya'ni readable faqat guruhlar uchun. Xo'p, kelinglar, buni ham o'chiramiz. Guruhlardan rda, ya'ni readable deydi, o'qishda. Buning uchun change mode qilamiz. Keyin g deymizda minus r deyapmiz, main.txt qilamiz. Ya'ni biz nima deyapmiz? Bu yerda o'sha guruhlardan readable'da olib tashlay, minus qilib tashlay deyapmiz. Mana endi bu yerda ls lh qilganimda ko'rishinglar mumkin, to'liq minus bo'lib qoldi. Kelinglar, endi bu yerda root ichida main.txtni o'qishga harakat qilamiz. Bu yerda o'qidik, endi exit qilib chiqib ketib, kalida o'zida o'qishga harakat qilamiz. Xo'p, bu yerda mana ko'rishinglar mumkin, permission denied deyapti, ya'ni ruxsat yo'q deyapti. Tepada faqat root orqali o'qish ko'rish mumkin, chunki root o'zi buni yaratgan, sozdab qilgan ya'ni. Xo'p, bu narsani yangi foydalanuvchilar, guruhlar, rootdan boshqa hech kim ocha olmaydi buni endi. Faqat rootga permission bor, ruxsat bor endi. Xo'p, veb-saytlar ham serverlarda Linuxda ishlagan uchun bu permissionlarni bilishimiz zarur. Xo'p, buni tushundingiz degan umiddaman. Tushunmasangiz savollarda, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Xo'p, sudo qilib yana qaytib olamiz, ls qilamiz. ls lh qiladigan bo'lsak, xo'p, kelinglar endi o'zini eski holatiga qaytarib qo'yaylik. Change mode qilamiz. User plus r w x main.txt qilamiz. Mana ls lh bilan tekshirganimizda ham o'z holiga qaytib qoldi yana. Kelinglar endi change mode qilamizda u guruhga
plus qilamizda readable'da qo'shib qo'yamiz main textiga. Hop, change mode qilamiz. O qilib, azar qilib, plus r qilib main textiga yana qo'shib qo'yamiz. ls lh bilan tekshirganimizda mana bu yoqda endi oldingi holatiga qaytarib qo'ydik. Hop, hozir sizlar bilan bu ko'rinishida ko'rib chiqdik. Juda ko'pchilik foydalanadi. Buni yana bir yangilangan ko'rinishi ham bor. Sizlar bilan hozir shuni ko'rib chiqamiz. Hop, kelinglar bu yerda yangilangan usulni ham ko'rib chiqamiz. Hozir biz yozganimizda ko'pchilik foydalanadi. Men ham shu hozir yozganimizdan foydalanishinglarni tavsiya qilaman. Hozir bu yerda raqamlar orqali qanday foydalanishni ko'rib chiqamiz. Bu yerda 4-sida aytyapti read bu o'qish, 2 bo'lsa write, 1 bo'lsa execute. Hop, kelinglar bu yerda example'da ko'rib chiqamiz. Change mode 755 my file deyapti. Kelinglar 755 nima ekanini hozir ko'rib chiqamiz shuni. Hop, bu yerda 7 deyapti. 7 nima degan desanglar, bu yerda 4 plus 2 plus 1 jami 7 bo'ladi. Hop, bu yerda 4 nima desanglar, 4 read, hop 2 write, 1 execute ekan. Hop, bu yerda umumiy nima bo'ldi? 7 bo'ldi umumiy hammasi. O'zi bu yerda 3 ta keltirilgan, lekin bu yerda birinchi raqami user, bu yerda birinchi 5i group, bu oxirgi 5i others users, ya'ni boshqa foydalanuvchilar. Ya'ni o'sha foydalanuvchilarga permission ruxsat beriladi. 7 qiladigan bo'lsak, mana bu yerda aytayaptiki, bu yerda aytayapti foydalanuvchi uchun read ham bo'lsin, write ham bo'lsin, execute ham bo'lsin, hammasi bo'lsin deyapti. O'shaning uchun 7 qildik bu yerda. 7 qilgan ya'ni. Xo'p, guruhga 5 ta bunda 4 bilan plus 1 bo'lyapti. Bunda guruhga ya'ni read bilan execute beryapti, o'qish bilan execute, write bermayapti yozishni. Xo'p, ikkinchi 5 ta ham xuddi shunaqa, ya'ni o'qish bilan execute beryapti boshqa foydalanuvchilarga. Kelinglar bu narsani biz ham sinab ko'raylik. Xo'p, kelinglar biz change mode qo'yamizda scan a textga o'sha permission ruxsatlarni beramiz. Xo'p, birinchi change mode qilamiz. Xo'p, birinchi userlarga kelinglar 6 qilamiz. 6 qilishimiz sababi read bilan write qo'yapmiz, o'qish bilan yozishni. Endi guruhga nima beramiz desanglar, guruhlar uchun permission faqat o'qish bo'lsin. Xo'p, guruhlar uchun ham, boshqa foydalanuvchilar uchun ham o'qish bo'lsin deymiz, ya'ni 4 bunda. Xo'p, endi LSLH orqali tekshirganimizda ham mana ko'rishinglar mumkin. O'zimiz xohlagan natijaga erishdik. Xo'p, sizlar bilan bugun shu mavzularni ko'rib chiqdik. Agar tushunmaydigan joylar bo'lsa, bu narsaga qiynalsanglar, izohlarda yozib qoldiringlar. Bu videoni men qayta ko'rib, o'zinglar ham sinab ko'rishinglarni tavsiya qilaman.